Assalomu alaykum. Meni ismim Jamshid Fayziyev. Bugun biz sizlar bilan tadbirkorlarni uchrashuviga kelganmiz. Bugun biz nima to'g'risida gaplashamiz? Asosan shu hisob-kitobda bo'layotgan muammolar hammamiz tadbirkormiz. Kimdir shu chakana savdo bilan shug'ullanadi, kimdir ulgurji savdo, kimdir ishlab chiqarish, marketplace, internet magazin va hokazo. Lekin hammada bittagina muammo bo'ladi. Hisob-kitobni hamma xohlaganicha yurg'izadi. Kimdir aytaylik daftarda yurg'izadi, kimdir Excel'da, kimdir har xil bir o'zi yasattirgan programmalardan foydalanishadi va bu odamlarga sal noqulaylik yaratadi. Biznesning qayerga qarab ketyapti desa, hech kim bilmaydi. Kimdir xato qilgan bo'ladi, ma'lumotlar eskirgan bo'ladi va biz bugun mana shu mavzu bo'yicha batafsil ma'lumot yaratamiz. Bizning dars o'zi kimlar uchun mo'ljallangan? Aytganimdek, bu videoni oxirigacha ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar va o'zi nimaga oxirigacha ko'rishingiz kerak? Birinchi navbatda agar siz ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, ya'ni optimchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Keyingisi bu bizda chakana savdo. Agar sizda kichkina do'koningiz bo'lsa va do'konlaringizni ko'paytirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu video sizga 100% to'g'ri keladi. Va oxirgisi biz mana shu mavzuga ko'taradiganimiz bu ishlab chiqarish. Agar siz biror bir mahsulotni ishlab chiqaradigan bo'lsangiz va har xil muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bugun mana shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga yechim topasiz. Ismim Jamshid Fayziyev, o'zi kimman, nima ishlar bilan shug'ullanganman, batafsil ma'lumot beraman. Xo'p, men o'zim 2023-yilda Beeline korxonasiga ishga kirganman. Asosiy bilimlarni, xalqaro tajribani mana shu korxonada olganman va bugungi kunga kelib hamma tadbirkorlarga xalqaro standart qanaqa bo'ladi, ishxonaga kirgan paytda etikasi qanaqa, ularning qonun qoidasi, ishga kirgan paytda qanaqa narsa mumkin, nima narsa mumkin emas, o'sha xalqaro standartlarni va o'zimizning qorako'z tadbirkorlarga sekin-sekin o'rgatib kelaman. Va bu tajribalarni olgandan keyin meni o'zimning tanishlarim Coca-Cola korxonasi distributsiyasiga ishga taklif qilishgan va shu korxonada men birinchi marta shu o'zbekona tadbirkorlar qanaqa ishlaydi o'z ko'zimdan ko'rganman. Shaxsan o'zim ham shu hammalarga o'xshab Excel'da boshlaganman hisob-kitobni. Men u yoqda B2B menejer bo'lganman. Asosiy Coca-Cola mahsulotlarini biz Optimlarga tarqatardik. Va meni rahbarim hisobotlarni hammasini Excel'da so'raydilar va juda ko'p muammoga duch kelgani men har doim xato qilardim. Qaysidir joyda virgul qolib ketadi, qaysidir joyda eski mijozli daniylar qolib ketardi va juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganman. Keyin bularning orasida bu muammoni qanaqa hal qilish kerakligini izlangan paytimda men birinchi marta shu 2018-yilda MoySklad programmasini yuklab, ishlatib, tekshirib ko'rganman va bu narsani ishga joriy qilganman. Va shu narsani kuzatganmanki, meni xatolarim karra-karraga kamaygan, ishlarimni onlayn qilishni boshlaganman. Misol uchun hammamiz bilamiz, endi vaqt soati bilan ishga bora olmay qolishingiz mumkin bo'ladi yoki nimadir so'rab qolishadi, ishxonaga borishingiz kerak bo'ladi va o'sha mahal men hamma ishlarimni onlayn qilardim va shundan keyin bilganmanki, bu MoySklad programmasi juda ham zo'r ekan. Nimaga bu programmani bizani shu tadbirkorlar ishlatmas ekan degan savolga o'ylanib qolgan edim. Va shu bois men 2018-yildan keyin shu Dex kompaniyasiga ishga kirganman. U yerda shu suvenir mahsulotlarini ishlab chiqarilardi. Bu Hasan aka Mamasaidov korxonalari. U yerda ko'rganman, hisob-kitoblar hammasi 1S da bo'lardi. Endi 1S bu baribirga ham bu buxgalterskiy uchet hisoblanadi. Ya'ni oddiygina menejerlar uni ichiga kirib, uni zo'r tushunib ketishi ancha qiyin bo'lardi. Va bu ichki tartibda men rosa bu narsani kuzatardim. Xodimlar qiynalardi. Qanaqa hisob-kitob yurg'izish, zakazlarni, buyurtmalarni qaysi jarayonda turibdi. Aytaylik, bitta buyurtma bergan paytda necha kunda u tayyor bo'ladi. Hammasi mavhumlikda bo'lardi bu narsa. O'shani yechimi sifatida men MoySklad programmasini ularga taklif qilib ko'rganman va bu narsani ishlatib ko'rish jarayonida har xil muammolarga ham duch kelganmiz. Va keyinchalik bilganmanki, ayrim korxonalarda qanchalik shaffoflik tizimini siz taklif qilar ekansiz, ayrim xodimlar tomonidan sizga to'siqliklar, norozichiliklar, bu kerak emas, bu bizga to'g'ri kelmaydi degan e'tirozlarni men ko'rib kelganman
va bu bo'yicha yana boshqa paytlarda yana gaplashishimiz mumkin. Xo'p, 2020-yilda endi mana shu korxonada ishlayotgan paytimda o'sha Covid boshlangan. O'sha payt men Beeline kompaniyasida call centerlarni yurg'izgan paytimda bizga taklif kelib tushgan. Prezidentimizning qarorlari bo'yicha Covid bo'lganda hamma joylar yopilgan va har bitta murojaatlar onlaynga o'tishligi bo'yicha departamentlar ochilishi boshlangan. Va shu taklifdan men ham foydalanganman. Bizani shu ishga taklif qilishgan. Ya'ni davlat korxonasida ishlab ko'rish opiti bo'lgan menda. U yerda qanaqa muammolarga duch kelganman, qanaqa ishlar bo'lgan, hammasini ko'rib, demak men o'zim uchun bilganman. Demak bizning eng katta qiladigan ishimiz bu tadbirkorlar bilan men juda ham yaxshiroq ishlayotganman degan xulosaga kelganman. Va oxiri shu 2021-yilda meni Interkabel korxonasiga taklif qilishgan. Biz u yerga noldan boshlab programmani qo'yganmiz. Qanaqa bo'lganini hozir batafsil aytib beraman. Tasavvur qiling, bitta korxonaga kelyapsiz, hisob-kitoblar hammasi daftar kitobda va men bittada kelib, mana Mo'ysqat degan programma bor. Mana shu narsani qo'ysak, bizning savdoimiz ancha yuqoriga o'sadi. Lekin bundan oldingi muammolar juda ham ko'p bo'lgan. Bularni hozir batafsil ketma-ketlik qilib aytib beraman. Sizlarga ham tanish holat bo'ladi bu narsa. Bundan keyin men bu programmani o'sha joriy qilib, boshqa korxonalarga ishga kirib ko'rishga boshlaganman. Chunki bu programma qanchalik boshqa sohalarga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi, uni bilmas edim. Va men o'zimda shu gipoteza bo'lgan, boshqa korxonalarga qo'yib ko'ring, ularga foyda beradi, foyda bermaydimi? Uni orasida tanishlar, qarindoshlar, sinfdoshlarni biznesiga joriy qilib kelganman va hammasiga muvaffaqiyatli bilan o'tilgan. Va 2023-yilda men o'sha aniq o'zimning strategiyamni qo'yib, shu korxonamni ochib, faqatgina tadbirkorlarga tizimlashtirish bo'yicha xizmatimni taklif qilishni boshlagan. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bizning mijozlarimizning ro'yxati, bu albatta hammasi emas, eng muhimlarini kirgizganmiz. Bu korxonalarda bizda ishlab chiqaruvchilar bor, chakana savdo, ulgurji savdo va hattoki internet magazin bo'yicha ham tadbirkorlarimiz ish yuritib kelishyapti. Bularni orasidan taniganlaringiz bo'lishi mumkin, tanimaganlaringiz bo'lishi mumkin. Misol uchun bizda bitta katta mijozlarimizdan biri bu Yevropol kompaniyasi bor, Alisher Avazov korxonalari, Nefrit korxonasi bor, suv dastavka qilinadigan, aytaylik Optaviklar bor, misol uchun Pepito degan sech magazin bor. Ya'ni bolalarni pamperslari, soska, har xil mahsulotlarni bular sech orqali sotishadi. Juda yaxshi katta korxonalardan hisoblanadi. Bu ma'lumotlar sizga tanishmi? Ya'ni muammo deganda biz odatda har kun ertalab turganimizda mana shu muammo meni jonimga tegdi degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni optimchilarda men birinchi muammoni kuzatganim, bu menejerlar omborda qancha mahsulot bor, qanchasi yo'qligini umuman bilishmaydi. Ya'ni ertaga mijoz kelib, menga mana bu narsani buyurtma qilmoqchi edim desa, ular borib pastga tushib sanash kerak, omborni ko'rish kerak va bu narsa juda ham qiynab qo'yadi xodimlarni. Va men bu narsani ko'rganimdan keyin, nimaga sizlar bu programmadan, boshqa narsadan foydalanmaysizlar desam, yo'q, biz foydalanamiz. Biz shu Excel'da ko'ramiz. Excel ma'lumotlari onlayn tarzda yangilanmaydi-ku. Misol uchun u rahbariyatda turishi mumkin. Ertaga xodimga berib qo'yadigan bo'lsa, formulalarni o'zgartirib qo'yish yoki nimadir o'chirib olsa, u shuncha qilingan mehnat uvol bo'lishidan qo'rqishardi. Va bu birinchi muammolardan biri hisoblanardi. Ikkinchi muammosi mijozlarni nasiyasi. Ya'ni siz mahsulotni chiqarib olasiz va uni nazorat qilish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni oddiy misol qilib aytganda, mahsulotni siz berdingiz, baylashib olsiz bir haftaga. Lekin o'zingiz ham esingizdan chiqib qoladi vaqt soat kelgan paytda. Va bu narsani sizga Excel daftaringiz yodingizga eslattirib turmaydi. Bizani programmani joriy qiladigan bo'lsangiz, sizda mana shu mijozlaringiz qanchadan beri pulni to'lamayapti, necha kunga o'zi baylashgansiz, necha kundan o'tib ketdi. Buni shu batafsil ma'lumotlarni siz programmada onlayn nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Va uchinchi, endi meni nazarimda katta muammolardan biri bu qo'lda kiritilgan noaniq hujjatlar. Ya'ni odatda bizani tadbirkorlarimiz, shaxsan o'zim ham boshida shu xatolarni qilganman. Shu Excelda bir ikkita joylarni noto'g'ri yozib qo'yardim. Adashib albatta. Adashganimdan keyin hisobot o'zi aniq bo'lmas edi. Ertaga rahbariyat tomonidan bu narsa tekshirilsa, vaqt soatida ketkazgan paytda o'zi men gap eshitishni boshlaydim. Va men holatimda boshqa xodimlar ham shu narsadan juda ham qiynalar ekan. Ya'ni hisob-kitobda nakladnoyda
aytaylik xato bo'lgan bo'lishi mumkin yoki yozig'ini tushunmasdan boshqacha raqamlarni yozadi va bu oxiri oqibat hisobot noto'g'ri kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Endi men hozir faqatgina eng katta bo'lgan muammolar, ya'ni o'zim duch kelgan muammolardan birini hozir sanab o'taman. Keyingisi bu bizda chakana savdo, ulgurji savdodan nisbatan buni nima farqi bor? Bu yerda mijozlaringiz nasiyaga olish imkoniyati juda ham kam bo'ladi. Ya'ni pulni berasiz, ora-chorada u qora daftarchaga yozib qo'yishadi. Bizda bu narsa nima muammo bo'ladi? Tadbirkorlarimizdagi nechtasiga borishimdan qat'iy nazar, o'zim ham guvohlar bo'lganman. Bitta do'konga kiraman, bitta mahsulotni xarid qiladigan bo'lsam, bu mahsulotning narxi bugun 10 ming so'm bo'lishi mumkin. Ertaga kiradigan bo'lsam, menga bu mahsulotni 11 ming yoki 9 mingga ham sotib qo'yishardi. Bu narsa nimaga unaqaligini bilma olmas edim. Keyinchalik buni izlanib qidirsam, xodimlar har bir mahsulotni yoddan eslab qolish imkoniyati juda ham kam bo'lar ekan va buni yechimi qanaqa deganda men ulardan so'rardim. Nimaga sen menga bu narsani kecha 9 mingga sotding, bugun 11 ming? Nimaga bir kunda o'sib ketdi desa, narxi o'zgardi derdi. Mayli, endi bo'lishi mumkin. Xuddi shu narsani teskarisi bo'lib qolardi. Ya'ni boshqa xodimdan so'rasam, 11 mingga kecha olganman, bugun kelsam men 9 mingdan sotishyapti. Nima bo'ldi desam, narxi o'zgargan. Ya'ni bu har bitta muammo xodim o'zidan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni agar men sizlarning xodiminglar bo'lsam, men o'zimni interesim qilib, mijozimga 9 ming so'mlik narsani 11 ming deb 2 mingni o'zimni cho'mchagimga urishim ham mumkin. Va bunaqa o'g'irliklar chakana savdoda juda ham ko'p bo'lar ekan. Va buni yechimi sifatida biz shu o'zimizning programmamizni joriy qilib, faqatgina bitta dona narxda sotish imkoniyati va tadbirkorga bu juda ham shaffoflikni olib kelardi. Ikkinchi muammo, qaysi tovar foyda keltiryapti, qaysi biri shunchaki turibdi. Odatda tadbirkorlar assortimenti juda ham ko'p qilib qo'yadi, lekin ABC analiz degan narsa bor. Qaysi mahsulotingiz sizga foyda olib kelyapti? Qaysi biri aytaylik 360 kundan beri umuman sotilmagan va chang bosib yotganligini ko'rishimiz mumkin. Odatda biz bu narsani tadbirkorlardan so'raydigan bo'lsak, men taxminan bilaman, qaysi mahsulotim zo'r ketyapti, qaysi biri yaxshi ketmayapti. Raqamda bu narsani menga ko'rsatib bera olasizmi desam, u ma'lumotlar afsuski bo'lmaydi ularda. Shuning uchun ham biz programmada bunaqa plus tomonlarni ko'rsatib ketamiz. Ertaga aytaylik muzlab qolgan tovaringizni yaxshi ketayotgan tovaringizga pulni tikadigan bo'lsangiz, обороtingiz birinchidan tezlashadi va ko'proq foyda topishingiz mumkin bo'ladi. Bu oddiygina qisqacha va kichkina qadamlar, lekin bularning hammasini qo'shadigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham katta foyda olib keltiradi. O'zi bitta kitob bor, Atom odatlar degan. Kuniga 1% dan nimadir yaxshilik degan bo'lsangiz, 1 yil ichida siz karra o'sishga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Xo'p, uchinchi muammo, kassalar tovarni uzoq vaqt qidiradi yoki narxlar adashadi. Ya'ni bu yerda nima narsa bo'ladi? Ayrim mahsulotlarni biz prixod qilamiz. Bitta mahsulotni kimdir boshqacha nom bilan kirgizadi yoki ularning shtrix kodi bo'lmaydi va bu bazada ma'lumotlar juda ham ko'payib ketishni boshlaydi. O'zi showroomingizga kirgan paytda 1000 xil mahsulot bo'lishi mumkin, lekin programmada 1500, 2000 xil mahsulot bo'lib ketadi. Nimaga? Sababi programmaga yoki shu Excelga kirizayotgan paytda kimdir aytaylik Snickers deb lotinchada yozadi, kimdir kirillchada yozadi va bu bazani sekin-sekin to'ldirib qo'yadi. Kimdir bitta harfiga adashishi mumkin, kimdir bitta O harfiga boshqacha O yozib qo'yishi mumkin va bu sistemada juda ham noto'g'ri ma'lumotlarga olib keladi va sizlar qaysi mahsulotingizdan qancha pul topayotganinglarni topish imkoniyati umuman bo'lmay qoladi. Va bizda shu ishlab chiqarish modulimiz bor. Ishlab chiqaruvchilarning birinchi muammosi bu har doim mahsulotning tan narxini bilmasligi. Odatda xohlagan bir tadbirkorimga kirgan paytimda mahsulotingizni tan narxini bilasizmi desam, taxminan bilaman deydi. Lekin po faktu bu narsani tekshiradigan bo'lsak, aksariyat holatda bu narsa har doim noto'g'ri kelib chiqadi. Bizning o'zimizning ustozlarimiz bor, har xil podkastlarga ko'rib turamiz, razborlarga boramiz. Ularda birinchi aytadigan narsa mahsulotni tan narxini birinchi navbatda tekshirish kerak. Bu narsani sizlar qanaqa tekshirasizlar desa, mana bizga buxgalter hisoblab bergan, mana shu asosda ishlaymiz deb aytishadi. Bu ma'lumotlar o'zgaruvchan bo'lsa, ya'ni sizni ertaga xomashyoyingiz o'zgaradi, svetda narxi o'zgarishi mumkin, ishchilarning oyligi, braklar bularni hammasini inobatga olish kerak-ku desam,
bizga shu sredniy bo'lsa ham bo'ladi deb aytishadi. Afsuski unaqa ishlash kerak emas. Programmada siz har doim mahsulotingizni tan narxini bilishingiz kerak. Agar tan narxini biladigan bo'lsangiz, siz bilasiz, mana shu summada qanchalik ustiga foyda qo'yishingiz mumkin va qaysi summaga kelgan paytda pastga sotish mumkin emas. Mana shu narsa bizning programma sizga to'liq yechim qilib ko'rsatib beradi. Ikkinchi muammo, xomashyo kutilmaganda tugab qoladi va sizlarning ishinglar 100% to'xtab qoladi. Aksariyat holatda men shu tadbirkorlikka borgan paytimda asosan bu tekstilchilarda bo'ladi. Ishni boshlashadi, zakazlar keladi, 1000 ta, 100 ta zakazlar berishadi-da, ish boshlagan paytda birdaniga ip tugab qoladi. Birdaniga aytaylik kraskasi tomon bo'lib qoladi va shunga o'xshash muammolar juda ham ko'p bo'ladi. Men ulardan so'rayman, sizlarda shunaqa vaziyat bo'ladimi desam, u har kuni bo'ladi deyshadi. Buni yechimini qanaqa hal qilasizlar desam, shu bizning mashinamiz bor, u dastavka qilib keladi. Ayrim vaqtlarda shu 2-3 marta ham dastavka qilishi mumkin deb aytishadi. Va ularga men taklif sifatida so'rayman, aka qarang, agar sizda mana shu zakazni olgan paytingizda qaysi mahsulotdan qancha buyurtma qilish kerak, qaysi mahsulot aytaylik 100 tadan kam qolgandan keyin xabar beradigan bo'lsa, sizga qiziq bo'larmidi desam, 99% holatda menga bu narsa qiziq va menga bu narsa kerak deb ham aytishadi. Va bizning programmada bu narsani bemalol yo'lga qo'yish mumkin va sizning ishingizni karra-karraga osonlashtirib beradi. Hop, uchinchi muammo, buyurtma hozir qaysi bosqichda ekanligini bilish juda ham qiyin bo'ladi. Hammamiz bilamiz, shu mebel sohasidagi tadbirkorlar buyurtmani olishadi. Olgan paytida, ya'ni o'zini deadline-iga uspet qilmaydi. Ya'ni aytadi, sizdan zakazni oladi deb bo'ldi aka, 1 oydan keyin tayyor bo'ladi yoki 1 haftadan keyin tayyor bo'ladi. O'sha vaqt soat kelishi bilan meni zakazim nima bo'ldi desangiz, bo'ldi, hozir tugab qoldi. Hozir biz sizga 2 kundan keyin yana qo'shib beramiz, yo 5 kundan keyin bo'ladi deb sizga har xil bahonalar aytadi. Bu nimadan dalil bo'ladi? Bu o'sha tadbirkorda, ya'ni ishlab chiqaruvchida tizim yo'qligida. Agar har bir tizimi, har bir jarayoni onlayn bo'lib turganda, qaysi etapda kim nima ish qilyapti, qaysi jarayonda necha soat vaqt ketyapti, hammasi shaffof bo'ladi. Va bu narsani bemalol ilovalar mana shu MoyScloud programmada nazorat qilib turishingiz mumkin. Men hozir o'zimni xohlagan bir tadbirkorimga telefon qilib, aka meni zakazim nima bo'ldi, qaysi jarayonda turibdi desam, mendan so'rashadi, zakazingiz nomeri nechi? Misol uchun 42. Shu 42 zaявkani yozadi va programmada aytaylik 98% ga yoki 67% ga bajarilgan degan narsani bular menga onlayn shaffof aytib berishi mumkin bo'ladi. Va bu birinchidan mijozga juda ham qulaylikni yaratadi, sababi meni zakazim qaysi etapdaligi shaffof. Ertaga menga yolg'on ma'lumot berilmaydi va bu korxonaning reputatsiyasini oshirishga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, endi MoyScloud boshqa ERPlardan nima farqi bor degan savol tabiiy bo'ladi. Birinchisi, oddiy bir misol, bizning hamma ishxonamizda svet o'chib qolish imkoniyati bo'lib qoladi va bu paytda ishimizni 100% to'xtab qolishi mumkin. Bizda qanaqa bo'ladi? Oddiy misol, mana shu kassalarda ishlayotgan paytingizda, chakana savdoda svet o'chib qolgan paytda yoki internet uzilib qolgan paytlarda notebookingizdan bemalol siz savdolarni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling, mana hozir men savdo qilib turibman, mahsulotlarni sotyapman-da, bizda internet o'chib qoldi yoki svet o'chdi. Notebookimizda biz yana davom ettirishimiz mumkin mahsulotni. Sababi bu offline tarzda ham ishlaydi. Endi tasavvur qiling, bizda notebookimizdan zaryadi tugab qoldi yoki yana boshqa bir muammo bo'ldi. Mana shu vaqtda biz o'zimizning telefonimizdan ham chakana savdoda biz bemalol savdolarni amalga oshirishimiz mumkin. Chunki buni kamerasi orqali siz shtrix kodlarni bemalol ura olasiz va ishingiz to'xtab qolmaydi. Boshqa programmalarda bunaqa imkoniyati yo'q. U paytda sizning ishingiz 100% to'xtab qoladi. O'sha mahal qog'ozga o'tib qolishadi bolalar va 99% ehtimol bilan mana o'sha zahotiyoq sizda o'g'irliklar boshlanadi. Sababi programma o'chib turgan bo'ladi. Ana o'sha paytda xodimda endi yomon g'araz niyat keladi, ammo xo'jayin bilmay qoladi shu joyda deb har xil yomon ishlar shu paytda bajariladi. Endi MoyScloudda internet bilan ishlaydi, kassalar to'xtab qolmaydi va mijozlar kutib qolmaydi. Ya'ni hozirgi aytgan bir misolimda bu sizda har doim tizimingiz 24/7 ishlashini ta'minlab beradi.
Ya'ni hamma imkoniyatlar berilyapti va sizni xodimlaringiz hech qanaqa bahona qila olmaydi va siz bu narsani o'zingizda telefoningizda nazorat qilib turishingiz mumkin. Ya'ni qaysi xodim nechida smenani ochdi, qaysi xodim nechida smenani yopdi, hozirgi vaqtda soat 11 da kassasida necha pul bor, nechta savdo bo'ldi, nechta vazirat bo'ldi, hammasini siz dunyoni boshqa nuqtasidan turib nazorat qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Har bir tadbirkordan men so'rayman, aka nimaga operatsiyonda yuribsiz desam, men kirsam korxonaga ishlaydi, agar men bo'lmasam ishlamaydi deb aytishadi. Agar sizlar bu tizimni qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarda bu muammo bo'lmaydi. Sababi xodimingiz va butun korxonaning jarayonida sizda nazoratda turganidan keyin xodimlar ham bu narsani amin bo'ladi va boshqa ishlarni qilishmaydi. Uchinchisi ma'lumotlar xavfsizligi. Ya'ni ko'pchilik mendan so'ragan paytda Jamshid, mana shu programmalar yaxshi ekan, lekin bu qanchalik xavfsiz deb so'rashadi. Bizda o'zimizning Mo'yskladda o'zining sertifikatlari bor. Har bir ma'lumotlar shifrlangan, serverlari ikkita joyda turadi. Ya'ni birinchisi bu Moskvada, ikkinchisi Sankt-Peterburgda. Agar mabodo birinchi serverga har xil vaziyat bo'lishi mumkin, buzilib qolishi mumkin, yong'in bo'lishi mumkin, yer qimillab nimadir muammoga duch kelgan paytda har doim ikkinchi server turadi. Va bizda shu imkoniyati borki, siz xodimlaringiz login parollarni berasizda, lekin u uyiga borib boshqa ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni telefonini yoqib, login parolni terib, kimgadir nimadir sotishi mumkin. Bu joyda biz qanaqa yechim qilib beramiz? Har bir xodim o'zini IP adresi, o'zini MAC adresi orqali ishlaydigan qilib qo'yish mumkin. Oddiy misol, bizda bitta mijozimiz aytganlar, mana shu bizani korxonaga kirgan paytda, ya'ni bizani Wi-Fi ga ulanganda programma ishlasa, lekin uyiga, ya'ni bizani ishxonadan chiqib ketgan paytda kirish imkoniyati bo'lmasin deganlar va biz bu narsani qilib berganimiz juda ham yaxshi ishlaydi. Mo'yskladni joriy qilgandan so'ng nimalar o'zgarishni boshlaydi? Birinchisi, sizda omboringiz tartibga keladi. Ya'ni siz aniq raqamlarda ko'rishni boshlaysiz. Sizda nechta molingiz omborda turibdi, nechta molingiz omboringizga kelish ehtimoli kutilyapti. Ya'ni bizda juda ham ko'p tadbirkorlarimiz Xitoy bilan, Turkiya bilan ishlashadi va ular buyurtma bergan narsasi qaysi biri yo'lda kelyapti, qaysi biri nechinchi kunda, nechinchi oyda kelishi kutilayotganligi har bitta ma'lumotlari bizani bazada bo'ladi va bu tadbirkor uchun juda ham qulaylik yaratiladi. Ikkinchisi, bu shaffoflik hosil bo'ladi. Ya'ni har bir xodim yoki rahbariyat nima ish qilayotgan bo'lsa, qaysi mijozga qanaqa skidka berilyapti, soat nechida bu narsani taqdim etyapti, nechida nakladnoyni chiqarib beryapti, hammasi tizimda turadi. Ertaga kimdir nimadir o'zgartirgan bo'lsa, sizlar har doim raqamda bu narsani ko'rib turasizlar. Ertaga men xodim bo'lib turib, men bu narsani bahona qila olmayman. Men aytolmaymanki, men qilmadim buni, hali qildi yoki vali qildi deb bahona qila olmayman, sababi tizimda bu narsa hammasi saqlanib qoladi va bu narsani sizlar bemalol audit degan joyda любой mahal ko'rishingiz mumkin. Mendan ko'pchilik so'raydi, Jamshid, ertaga siz men login parolimni bilib olsang, lekin men yo'q bo'lgan paytimda ko'rib o'tirsang-chi deb aytiladi. Aka deyman, mana audit degan joyi bor. Soat kech payt 12 da kimdir kirgan bo'lsa ham siz bu narsani ko'ra olasiz. IP adreslar hammasi yozilgan bo'ladi. Qaysi brauzer yoki qaysi telefondan kiryapti, hamma narsa ma'lumotlari bor degandan keyin ular zo'r joylari bor ekan deb menga aytishadi. Barcha hisob-kitoblar tez va qulay olishingiz mumkin. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, bizda shu ABC analiz bor, RFM analizi bor. Bu narsa sizga nimani beradi? Ya'ni birinchi navbatda shu mahsulotingiz qaysi biri sizda zo'r ketyapti, qaysi biri yaxshi ketmayapti. Ertaga siz bu narsani analiz qilib, kerakli mahsulotni xarid qilib va kerak emas mahsulotdan voz kechishingiz mumkin bo'ladi. Va sizning mijozlaringizda bizda AKB bor va OKB bor. Общий klientskiy baza bilan aktivniy klientskiy bazani biz birinchi navbatda ajratib olishimiz kerak. Qaysi mijoz bizga ko'p pul olib kelyapti, qaysi mijoz bizga ko'p pul olib kelmayapti yoki pulni cho'zib yuribdi. Shunga o'xshash ma'lumotlar bizda sistemada bemalol ko'ra olasizlar. Va sizda shu narsa ustozlarimiz aytishadi, повторный продажа, ya'ni qanchalik siz bitta mijozga bitta mahsulot sotgan bo'lsangiz va unga takroriy mahsulotni sotish imkoniyatini yo'lga qo'ymagan bo'lsangiz, programmada bu narsani bemalol amalga oshirish mumkin. Ya'ni qancha vaqt oralig'ida sizning mijozingiz bu narsani xarid qilyapti va qaysi vaqt oralig'ida xarid qilmayapti.
Bu narsani biz bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Musiqani nima uchun o'rnatishimiz kerak? Birinchi bo'lib, agar siz tadbirkor bo'lsangiz va biznesingizni aniq raqamda ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu programma siz uchun. Sababi mana shu programmani o'zi qo'yish jarayonida biz ko'p holatlarda amin bo'lamiz. Qo'ydirayotgan paytimizda ayrim xodimlar bizga qarshilik bildiradi. Aka deydi, bizga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Aka bu yaxshi emas ekan, bu qotar ekan, bu unaqa ekan, bunaqa ekan degan bahonalar bildiradi. Bizani endi opitimizda shunaqa narsa ko'ramizki, agar kimda kim mana shu muammolarni birinchi bo'lib etadigan bo'lsa, bilingki, o'sha xodimingiz shu korxonada nimadir levi ish qilayotgan bo'ladi. Bizda shu aksariyat holatda 90% ehtimol bilan aytishim mumkin, kimdir shu nimadir o'g'irlik qiladi. Ertaga bu programma qo'yiladigan bo'lsa, bu shaffoflanadi. Shaffof bo'lganidan keyin haligi odamni yuzi qorayib qolishi mumkin. Ya'ni yomon qilgan ishlarni bo'tga keladi, rahbariyat tomonidan sal xunuk ishlar ko'rinib qoladi. O'g'irlikni to'xtatib, korxonangizda aniq raqamlarni bo'lishini xohlasangiz, ya'ni bizda hali yuqorida aytganimdek, har bir xodim aytaylik o'zini cho'mchagiga urish imkoniyatini siz 100% to'xtatishingiz mumkin. Ertaga biz misol uchun magazinda kiyim sohasida ishlaydigan bo'lsak va mahsulotimiz 100 ming so'm turadigan bo'lsa, xodim kelib buni 150 ming so'm deyishi mumkin. Nimaga? Sababi sizni korxonangizda haligi tsenniklari bo'lmaydi va bu narsani potrебитель, ya'ni xarid qiluvchi odam ham bilmay qoladi. Bilmagandan keyin aytaylik 150 mingga sotib oladi, 100 mingni kassaga qo'yadi, 50 mingni cho'mchagiga urib qo'yishi mumkin. Va bu narsa o'g'irlikni to'xtatish imkoniyatini bittada sizga yo'l qo'ymasligi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu o'g'irlikni 100% to'xtatib qo'yishi mumkin. Va aytaylik, ayrim bir xil mijozlarga tijoriy taklif beriladi, mahsulotni olib chiqib ketgan paytda yozilmay qoladigan bo'lsa, bu narsani kim qildi? Alimi va alimi Nigora. Bu narsani sizlar bemalol ko'ra olasizlar. Va biznesingizda hamma raqamlarni bir joyda kuzatib, boshqarishni xohlasangiz. Yana aytganimdek, shu siz korxonangizda nima ish bo'layotganligini auditda ko'ra olsangiz, kassangizda qancha pul bor, xodimingiz soat nechida kelib, nechida smenani yopyapti, kassadagi pul to'g'ri chiqyaptimi, to'g'ri chiqmayaptimi, har bitta mahsulotni ro'yxati yoki zakazlarni kimdir udalik qilyaptimi, udalik qilmayaptimi, shunga o'xshash bo'lgan muammolarni biz yechim qilib beramiz. Oddiy bir misol qilib aytib beraman. Korxona juda ham katta bo'ladi, lekin xodim o'laroq uni ko'rishi mumkin bo'lgan narsalar bor, ko'rishi mumkin emas bo'lgan narsalar bor. Ya'ni bu narsani dostupini to'g'irlash kerak bo'ladi. Aytaylik, ko'pchilik endi bu programmani qo'yayotgan paytida aka deydi, mana shu bir ikkita joylarni bekitib qo'ysak bo'ladimi, yo'qmi deb so'rashadi. Shaxsan o'zimda ham bu narsa bo'lgan. Biz shu bitta korxonaga programmani qo'yganmiz, kassiri aytaylik 7 million oylik olardi va bir kun kelib haligi kassir aytadiki, meni oyligimni 10 millionga ko'tarib beringlar deb aytadi. Vaholanki kassirlarning oyligi o'rtacha 4-5 million atrofida baholanadi. Lekin haligi xodim 2 barobarga ko'tarishni so'radi bozordagi narxga nisbatan. Keyin bu narsani tegiga yetadigan bo'lsa, haligi xodim korxona qancha pul topyapti, оборотda qancha pul bor, qancha sof foyda qilayotganligini hammasini ko'rgan. Ya'ni programmada bu narsa yo'qib qolib ketgan. Endi bu narsani menga rahbar chiqib, qanaqa qilib bu narsani bekitib qo'yishimiz mumkin deb so'raganlar. Biz shu programmada bu narsani dostuplarni cheklaganimizdan keyin bu narsa ko'rinmaydigan bo'lgan. Va biz tadbirkorlarga aksariyat holda hammasiga shu narsani taklif qilamiz. Aka, ertaga shu xodimlaringiz nima narsani ko'rishi mumkin va nima narsalarni ko'rishi mumkin emas. Bu narsani qo'yib chiqadigan bo'lsa, ertaga uni aytaylik nafsi ham va boshqa narsalar ham ochilmaydi. Xo'p, endi bizda talablarimiz bo'ladi. Biz har kimga ham bu programmani qo'ymaymiz. Sababi siz agar hisob kitobni yurg'izgan bo'lsangiz, Excelda hech bo'lmasa ishlagan bo'lsangiz va rus tilini biladigan bo'lsangiz, biz sizga mana shu programmani joriy qilishimiz mumkin. Ya'ni birinchi talab sizda shu kompyuterda savodxonligingiz bo'lishi kerak. Agar kompyuterda siz ishlatishni bilmasangiz yoki qiynaladigan bo'lsangiz, bu programmani siz qo'yib biznesingizni kara-kara o'stirishingizga juda ham qiynalishingiz mumkin. Ikkinchisi, o'rganishga tayyorgarlik. Agar siz "Men programmani qo'yib ber, o'shandan keyin bo'ldi, o'zi savdoyim oshib ketadi" degan narsa ishlamaydi. Bizda bu bitta sport zalga o'xshagan narsa. Biz sizga sport zalga o'xshab mahsulotni taqdim etamiz. Siz unda qanchalik faol, yaxshi ishlatadigan bo'lsangiz, sizning biznesingiz yuqori, ya'ni o'sishiga juda ham katta foyda beradi.
lekin siz programmani qo'yib, lekin uni ishlatmasangiz, uni nazorat qilmasangiz, qayerda kamchilik ketyapti, ularni ko'rmasangiz, u foydasi bo'lmaydi. Va oxirgisi, hech bo'lmasa siz hisobotlaringizni Excel'da yurg'izgan bo'lishingiz kerak. Formulalarni bilishingiz kerak, etil panel, cash flow hisobotlarini hech bo'lmasa qilgan bo'lsangiz, siz programmani qo'yib va bu narsani joriy qilib o'rganib ketishingiz ancha oson va yengil bo'ladi. Agar sizlar mana shu takliflarimizni ko'rib va bu narsa sizlarga yoqadigan bo'lsa, bizda shu pastda havola bo'ladi. Mana shu havolada so'rovnomani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Shu so'rovnomadan keyin bizning mutaxassislar sizga aloqaga chiqadi va sizga bepul konsultatsiya berib, hamma savollaringizga javob berishadi. Agar sizga bu programma 100% to'g'ri keladigan bo'lsa, keyin sizga уже birga gaplashib, biznesingizni keyingi etapga, ya'ni B nuqtasiga olib chiqishga yordam beramiz. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Sababi bizi oliy maqsadimiz har bir korxonani A nuqtadan B nuqtaga olib chiqadigan bo'lsa va uni savdosini ko'taradigan bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz.